Oshiro kuni arabcha ashara so'zdan olingan bo'lib, oshir ya'ni 10 degan ma'noni beradi. Muharram oyining 10-kuni. Bu kun eng fazilatli kunlardan hisoblanib, Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz alayhisalom Madinaga kelganlarida roza tutayotganini ko'rdi yahudiylarda o'sha Oshiro kunida. So'radilarki, "Nima roza bu? Nima uchun bugun roza tutasizlar?" dedi. Shunda ular aytdilarki, "Bizga mana shu kuni Alloh taolo Bani Isroilga najot bergan, Fir'avnning changalidan qutulganmiz. Shunda Musa alayhisalom shukronasiga roza tutgan, biz ham o'sha kuni shukronaga roza tutamiz" deydilar. Payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab, Musa alayhisalomga "Men sizlardan ko'ra haqliroman" deb o'sha kuni uzot roza tutdilar. Boshqa bir rivoyatda aytadiki, Rasulimiz alayhisalom keyingi yil men 9-kuni va 10-kuni roza tutaman dedilar. Keyingi yiliga Rasulimiz alayhisolatu vasallam yetib kelmadilar deydilar. Va shundan kelib chiqib bizni ko'p ulamolarimiz tavsiya beradilarki, Oshiro kunini rozasini tutmoqchi bo'lganlar 9 Muharram va 10 iloji bo'lsa 11 3 kun roza tutib qo'yishligi yoki bo'lmasa 10-11 qilib tutishligini tavsiya qilib beradilar. Roza tutish bu nafl roza hisoblanadi azizlar. Bu kuni roza tutganlar faxr qilib, roza tutmaganlarni zajr qilib bo'lmaydi. Yana bu kunida bir narsa borki azizlar, Imom Bayhaqiy rivoyatida Imom Hofiz Suyuti bu hadisni sahih degan ekanlar. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, kim Oshiro kunida oilasiga kengchilik yaratib bersa, kengchilik qilib bersa, Alloh taolo unga yilni qolganini keng qilib qo'yadi. Oila boshlig'ilari o'tiribsiz, Oshiro kuni uyingizga, oilangizga kengchilik kirgizib bersangiz, yil davomida Alloh kengchilik berar ekan. Mana shuni ulamolar juda ko'pchiliklari, xususan Sufyon Savri aytadilarki, tajriba qilib ko'rdik va ana shunday bo'ldi deydi. Sufyon ibn Uyayna aytadilar, biz buni 50 yil yoki 60 yil tajriba qilib ko'rganmiz va faqatgina yaxshilik ko'rdik deydi. Ya'ni har yili mana shu kuni kengchilik qilganda, yil davomida oilasida kengchilik bo'lishligini, guvohi bo'lganligini 50 yil, 60 yil aytib beryaptilar. Shuning uchun bir kun imkoniyat uyingizga, oilangizga bir kengchilik qilib bering. Chiroyli bir dasturxon qiling, ma'naviy muhitni chiroyli sog'lom qilib bering. Ana o'shanda inshaalloh kelgusi yil davomida sizga yaxshilik bo'ladi. Qadimda bir ulamo mana shu Oshiro kunida oilasiga kengchilik qilish haqida tavsiyalarni berganda, jamoat ichida o'tirgan bir faqir inson, kambag'al inson o'ziga o'zi va'da qilibdiki, Oshiro kuni men uyimga oshiro oshini pishirib beraman. Inshaalloh yil davomida bo'lmasa uyimda mana shunday kengchilik bo'lsin. Xolis yondashdi, lekin mablag'i yo'q. Bir boy musulmonni oldiga borib iltimos qilibdiki, menga ozgina qarz berib turing. Shu Oshiro kuni bir osh qilib bersam, oilam bilan zora men ham yil davomida xonadonimda osh bo'lsa, ovqat bo'lsa. Yaxshi gap debdilar. Peshinda keling, men sizga o'sha mablag'ni beraman. Peshinda kelsa, asrda keling. Asrda kelgan ekan, siz qanday odamsizki, bera olmayman deyotganimni tushunmaysizmi? So'raverasizmi debdi boy. Bechora xijolat yig'lab chiqib ketsa, o'sha odamni qo'shnisi g'ayridin, musulmon bo'lmagan bir inson chaqirib qopti. 3 marta keldingiz, endi yig'lab ketyapsiz, nima bo'ldi debdi. Bo'lgan voqeani aytib, shunaqa bugun Oshiro kuni edi, men uyga shu Oshiro oshini qilib bersam, yil davomida kengchilik bo'ladi degan hadisga bir qattiq e'timod qiluvdim. Bu odamdan qarz so'radim, shunaqa qildi desa, qancha ketadi o'zi? Ha bir 4 tanga yetadi o'zi. Men 4 tanga. Yo'q desa, oling qilib bering, niyat qilibsiz. Keyin bo'lganda berasiz. Haligini beribdi, g'ayridin. Xursand bo'lib ketib, oilasiga kengchilik qilib duolar qilibdi. O'sha kuni haligi ihson qilmagan, sadaqa qilmagan boy tush ko'ribdi. Tushida katta bir jannat emish, bog'irog'lar emish, shu ovoz kelyapti ekan. Bu senga edi, lekin qo'shningga o'tdi. Uyg'onib ketib, oldiga chiqib, sekin gap so'rabdi. Kecha biror yaxshi ish qilmadingizmi? Yo'q, hech narsa qilmadim. Nima qildingiz? O'tirdim. Bir xayrli ish qildingizmi? Kecha sizni oldingizga dindoshingiz kelgan ekan, birodaringiz pul so'ragan ekan, bermaganiga shuni berdim. Nech pul berdingiz? 4 tanga. Birodar, 10 tanga beraman, shuni menga savobini soting debdi. 10 tanga beraman, bering desa yo'q debdi. 20 tanga beraman, yo'q. 100 tangaga chiqibdi, kecha 4 tanga bermagan. Shuni savobini menga hadiya qildi, hiba qildi. Haligi qo'shni o'rnidan turibdi-da, qo'shni, 1000 tilloga ham sotmayman. Sen ko'rgan tushni men ham ko'rdim deb.
Men ertalab musulmon bo'ldim debdi. Ertaman iymonga keldim. Endi bu bir rivoyat azizlar, bir latif rivoyat. Lekin bu bir dars. Boylar bitta o'ziga emas, kambag'allarning kengchiligiga ham qarab qo'ysin. Ularni ham xonadonda kengchilik qilishlik uchun ehsonimizni qilib qo'yaylik.